Assalamu alaykum qarindoshlarım. Bugun təkliflər bo'yicha qarindoshlarimiznın təklifləri bo'yicha 25 yildagi dunyo iqtisodida nima ishlar bo'ldi degan temada so'zlamoqchiman. Bugun biz 25 yildagi dunyo iqtisodiga cho'kib kiramiz. Bu yil eng qorong'u qiyoslarni bir qismiga duch kelgan edik. Ammo mutlaq ikki asosli kuch, biri bo'lsa o'zgarishchanlik, yana biri bo'lsa chidamchanlik bilan bu yilni tugatdik. Dunyo qarz tanarqisi ishi va yangi jug'rofiy siyosat xaritasininki moslashishi biz dunyoda o'xshamagan rayonlarninki bu yo'lda qandoq manganligini tafsili ko'rib chiqayli. Birinchi serilmaga kelsak, dunyoninki GDP'sini qandoq o'sdiki bir yil buni bir ko'rayli. Buningda ko'rganinglardek bu jadvaldagi asosliq tema bir yil 25 yil bo'lgan asta o'sish, ammo chidamchilik bilan o'sish. Dunyoviy GDP'ning o'sishi o'tir holda 3,2%, 3,3% bo'ldi buldu. Bir yil taxminan, bir yil tugmadi o dexe. Taxminan 3,2% deb davatıdı. Endi taraqqiy qilgan davlatlarga qarasak 1,6% mo'ljallayotdi. Ammo yangidan gullanyotgan bozorlar, davlatlar nayt kuchlik holda o'syapti. Bular Osiyo yetakchiligida. Osiyodagi davlatlar boshlamchi bo'lib, o'sishda ular oldida menyapti. Bu deganlik dunyoviy iqtisodiy ishning nuqtasi yetkalmoqda. Taraqqiy qilgan davlatlardan yangidan gullanayotgan davlatlarga yetkalmoqda. Bu nayt muhim nuqta. Ondan ikkinchi sermaga kelsak, jug'rofiyalik siyosat va savdo vaziyati. 24-yili agar biz parchalanishninki xavfini ko'rgan bo'lsak, 25-yili haqiqatan jug'rofiya siyosati parchalanganga his qildik. Asosli kuch buni menyotgan savdo to'sqinlari, yangi tambuji bazalari, yuqori korxonalarninki ishlab chiqarishninki tanarqisini ko'taryapti. Shuning uchun biz yil Amerikada ya boshqa Yevropa, G'arb davlatlarida yilning 5-ida importni toza kuchaytirib, nurg'un shirkatlar boshqa davlatlardan jiq import qildi. Shu omborlar ijro haqqi o'sib ketdi. Mollarni akagan, import qilgan mollarni qo'ydigan chiqmay qoldi hatto. Ondan keyin bu ish tugagandan keyin endi shirkatlar, korxonalar xatarlikdan qutulib bir xil o'zininki ta'minlash zanjirini qaytadan bir qur ko'rib, bundan keyin ta'minlash zanjirini nada yo'l tutishini ko'rib chiqdi, ko'zini ko'rib chiqdi. Bundaq uzluksiz jiddiychilik hamda energiyaninki bahosiningki muqim bo'lmaganligidan
Nait demiş şirketler üçün məbləğ siliş dünya miqyasıdaki məbləğ saldırgan şirketler üçün bir tosalğı oldu bir yıl. Bir çoğun tosalğı oldu. Andın bu üçüncü tertmiga kelsek, ötüp ketip kaldım. Üçüncüsü kelsek pulның pahalısı ve ösüm hakkında. Ösümninki yüzlenişi. Ben bu nurgun kişiler şu ösümninki münasebetini, onunki rolünü tazı bilmeydiken, onu ayrı bir lehsiye yapıp düşündürmekçi. Ama ya da fakat sözlerle ötüp gitme. Ee, Merkezi bankalar pulun pahalısıga boğan küreşi bir yıl 25. yılda tügümedi. Ee, Pulun pahalısı asasda düşüyotgan bolsumu, ma jadwalga qarasаңlar, Amerikada yana 2,9% dep turuyotudu. Bu bolsa Federatsiya zapası komiteninki nişanı 2%dan juqur. Endi bu dünya qarasаңlar bu nurgun tarixlandigan bir siyosatlar bo'ldi. Masalan, Yevropada pulning pahalısı sal töverekke Amerikaga qaragan chaqda. Çünkü Yevropada hem başka güllengen yengden gülleniyotgan devletlerge qaragan chaqda Amerika pulning ösümini uzun vaqt egiz tutup turup aldı. Çünkü pulning pahalısı tövenge düşmegendikin ösümni baldır düşürüverse texmi pahalılaşıp ketidi dep ensirep. Şunun için hel uzungacha pulninki ösümü yuqori turibdi de. Hozir 3,5dan 3,7-5gacha. 10 ayning 12 ayning 10dagi songa qaragan chog'da bu yil 3 qitim o'simni tushadi, buldi 3 qitim tushadi. Eng yuqori bo'lgan chog'da 23-yili 5,25 5,5 shundaq persent bo'lgandi. Bu bo'lsa pulning baholanışı va o'simninki yo'llanishi to'g'risida. Endi ma bu taraqqiy qilgan davlatlarga qarasak, asos jihatdan Amerika boshlamchi bo'lgan, Amerika vakildarlik bo'lgan. Bularning hamda asosligi Amerikaningki o'sishida 25-yili mana bir yil taxminan 2% o'sib turdi. Asosligi AI'ninki AI'ga, sun'iy aqlga mablag' silib, kendini ishtirgan kuch bo'ldi. Yevrozonda 1,2%, ama taxminan degan simbol. Angliyada 1,3, Yaponda 1% davatıdı. Endi Yevropada bultu o'zalarda nayti iqtisod tushib ketgan, hozir bag'an siri yaxshiyotudi, yaxshi bo'lgan bilanmi yana Amerikaga selishtirgan chog'da yanala sal keyinda turdi. Endi Amerikaningki yilning boshida iqtisod nayti asli o'sidi degan, keyin nurg'un mablag'lar AI'ga mablag' selinib bir iqtisodniki ishiga bir keyindan ishtirgan bir kuch bo'ldi. Bu nayti bir zo'r kuch bo'lib, iqtisodni oldiga mangdi, burunqi o'ziniki qiyos qilgandan yuqori bo'ldi. Endi yangidan gullanayotgan iqtisodlarga
ve terakki kılatkan iqtisatlarga, dövletlerge qarsak, bularninki naiti bir parlak nokta, şu dünyavi işlep çıkarış GDP ösüşte. Hazır Asiya başlamçı miňwatydy. Közü körnärlik bolgan bir döwlet bolsa Hindistan. Bularninki ösüşi hazır 6,2% tahminen bir ýyl. Näçe şukur süret bilen iqtisady ösüwatydy. Bularninki bundaq ösüşi hazır bir ýyl GDP'si 4,2 trillion dawatydy. 5-nji çoň iqtisatqa dünýadaki ýetişe dawatydy. Yetişti 5-nji çoň boldy, 4-njisi ötäýdi dawatydy. Asly 4-njisi Ýapony. Yapon näçe ýyllardan beri 4-nji eň çoň iqtisatlarnyň birisi. Jumgo bolsa ýanyla 4,4%, 4,5% dawatydy, ama bularnyň sanyga işengil bolmaýdy. Çünki men burun Dünýä Bankasy işleýän wagtymda biz özümizniki Jumgonyň sanyga kelgen çagda özümüz aýrym hesaplatdyk. Ularnyň hesaplaş usuly da halagara standardy okşamaydy. Şoň üçin o sanyga ança işlenip ketken bolmaýdy. Hem Hindistanyňki 6,2% ösüp ketgenliginiň asaslygy özüňki döwlet işçilik istimaly muaşynyň ýuqary götürgenligi. Andan ular IT hem-de tehnologiýa qatnaş taraplarda münazimetlerini jyk keňeýtgen. Hem-de asasly qurilişga nurgun meblaglarny sapdy bu ýyl. Siyasetlerini bir qor islahat kılıp, sanaatlarını terakki kıldırıp, eksportlarını çıkarak kılıp, şunda işler bilen bular özlerininki iqtisadyny hem bularninki pulunyň bahalyşy bir xil tizginlengen makro iqtisat şeraýity bir xil ýaxşylangan. Müşlerimiz koytılıp bularninki ösüşi naýty şiddetli ýuqary süratde ösüwatydy. Hem-de hazırgıçy qarsak aldyp ketýatgan döwletler Amerika 30 trillion GDP'si Amerika dollara. Dowamlyk aldydaki bir başlamçysy. Ondan qarşı Jungo 19,4 trillion ikincide. Ondan üçüncüsü Germaniýa 5 trillion. Dördüncüsü Yapon bolup kelýatdy 4,4 trillion dep. Asıl şuwatda hazır onuň ýüzlenişi asırak. Hindistanyň hazır 4,2 trillion naýty tez ösüwatgan bir döwletler. Dep garaýdy, eger bir ýylyň iň ahyrky hesabydan Ýaponiýadan ötüp getmesimi kelýär ýylyga ötüp getidi degen kıyaslar bar. Şunu biz anlap düşünüp koýaýly. Endi eň muhim bir tema 26-njy ýyldyky döwletlerninki qarz meselesi. Endi 25-nji ýyly bolsa bir döwletninki qarz agallary naýty egirlaşgan bir ýyl boldy. Şukur ösüm hem-de muş qarzyňki töpüge besip konagan qarz bilen ýeňi agan qarzlar. Meselen Covid wagtlarında agan qarzlar. Ularninki ösümleri bilen hazır qarz gaýdyryş naýty kynçylykka kelýatydy. Nurgun döwletlerge, Amerikaga emas. Amerikany öpsek hazır mysal kılıp döwlet qarzyny töleş tenarqysy özüla hazır 1 trilyondan aşdy. Demek bu federasiýa hökümeti
Bu yıl bu 1 trilyonluq pulni qurilishga yoki ijtimoiy programlarga sarf qilolmay bu qarzningki o'simini to'lashga sarf qilishga majbur bo'ldi. Bu iqtisodningki oldiga mengishini osiltib qo'ygan omillarningki birisi. Ondan qarz GDP'ga bo'lgan nisbati, masalan, Yaponninki hayron qolgudek 235% bu adatda. Şunun için barlıq siyaset belgilaydigan adamlar, rahbarlar, hükümetninki maliye zahirisini qayta qurishqa oldingi o'rinda qo'yishninki zarurligini oldiga qo'yyapti hozir. Bu qarzni nayt yaxshi tushunishimiz kerak. Oltin to'g'risida. Qarzdin keyin oltin emaskan, qarzdin keyin oltin. Nazım o'tib ketib qopdimi baya. Oltin bahası nayt o'rlab ketdi bir yil. Men 10-nji ayda bir oltin to'g'risidan alayda bir leksiya qilgan. Mening YouTube kanalimga kirib anglab baqsanglar bo'ldi. Unda tafsiliy tushundirgan. Men hozir astala daplam o'tib ketdim. Endi bir yil shu 12-nji ayda tunugun bugunning ichidala oltinninki bahası 4525 bir ons o'sdi. Bir yılla mana 70% ösüp ketdi de oltin. Bununki endi bundaq bo'lib ketganligi dollarninki tushib chiqib tursimu oltin izchil holda o'sib mangdi. Chunki nurg'un shu davlatdagi o'rta markaziy banklar bo'libmi shu sharqdagilar nayt rekordiga yetkidak bir jiq oltinlarni setib elib özünki zapasını çıngdidi oltin bilen. Endi bu baza bizga nayt iniq bir uchur ko'rsatyapti. Bu uchur nima desanglar, dunyo miqyosidagi qarz pulninki o'simi hozirgi mush holatga yetgan chog'da nurg'un odamlar qog'oz pulga ishonch qolmaydi. Şondan bular hammasi oltinga yuguraydi. Oltinni Markaziy banklar zapas qilib. Şoning uchun oltin hozir faqat yana bir xil mablag' silish tovari emas, bu balki asosliq bexatarlik joy deb tonilyapti. Endi bu xil yo'linish 26-yilimi davomlashishi mumkin. Ileriki serimida sanoatdagi bir burilishlar, sun'iy aql to'lqini. Sun'iy aql to'lqin demdik, sun'iy aql gullangan zamoni demdik. Ba'zi yerlarda sun'iy aql inqilobiy deb aytadi. Agar oltin, hozir oltin so'zlab o'tdik. Agar oltin bir mudofaa strategiyalik mablag' silish bo'lgan bo'lsa, sun'iy aql mudofaalik strategiyasi bo'ldi. Shunday tushunsak bo'ldi. Mudofaalik strategiyalik mablag' silish bo'ldi.
Hem texnologiyaga kelsak, sun'iy inqilobiy tez suratda oshmoqda. 2025 yili. Bu bir tashviqot emas. Bu nurg'un mablag'larni Amerikada nurg'un mablag'larni sarf qildi. Son sonliq ma'lumot markazlar qurildi. Hisoblash kuchi kuchaydi. Bo'libmi Amerikada? Bu xil mablag' silish ishlab chiqarishning unumini ko'tardi. Bu AI orqali bir nimani ko'rib oldik. Endi burunqi tuvan ishlab chiqarish to'zg'idan qutulib, asosiy jihatdan texmi unumli bo'lish mumkinligini ko'rib oldik-da bundan kelajaklarda. Ammo texnologiyaninki shu paychak bozoridagi, aksiya bozoridagi turaqsizligi hamda shu kripto marketninki, bozorninki turaqsizligi tushib chiqib turishi nurg'un kripto o'ynaganlar, mablag' sag'anlar biladi. Bu bo'lsa nayti bir xavf keltiryotidi shu moliyaninki turaqsizligi uchun. Buningdimi 26-yilga kirgandimi mush tarafda nayti yaqin kuzatmasak bo'lmaydigan bir taraflar. Buni buncha kitap qo'yib turay. Kelaksi bu nayti muhim bir topik tema bo'ldi. Bu bo'lsa stratejiyalik oldingi sap, chips, elektrlik mashina va minerallar. Yangi neft nima desak, burunlardan kim neftni kontrol qilgan bo'lsa, shu yerning boyligini shular boy bo'lib ketadi dedik. Hozirgi yangi neft oltinni so'zlashdik, sun'iy aqlni dedim, hozir oltindan so'zlab o'tdim, sun'iy aqldan so'zlab o'tdim. Endi mana semikonduktor chiplar. Bu bo'lsa 21-asrdagi yangi neft bo'lib qoldi. Bu chiplar bo'lmasa, oldingi serilmadagi sun'iy aqlning gullanishi mumkin emas. Coğrafiyalik siyosatninki to'solg'usi bo'lsa, hozir 90%dagi chiplar Tayvanda ishlayotdi. Bu bo'lsa bir xil silikon qalqonni paydo qiladi. Coğrafiya siyosatninki jiddiylik nuqtasi har bir mablag' sag'uvchilar qarab turadigan bir nuqta. Agar bu ta'minlash zanjiri uzib ketsa, butun dunyoning GDP'siga keladigan xavf, krisis, moliya krisisimi ig'ir bo'lib ketadi. Shuning uchun bu nihoyat muhim bir nuqta. Hammamiz ko'zimizni ochib tonishimiz kerak. Andan boshqa elektrlik mashina savdo urushi. Biz mana savdo vaziyatida hammadan o'ziniki manfaatini qo'g'dash tarafga o'tdi. Amerika, Yevropa bo'lsa nihoyat jiq tambojni boj qo'shdi. Amerika 100% qo'shdi, Yevropa 45-48% elektrlik mashinalarga Jungodan kirdigan. Chunki Jungoninki elektrlik mashinalari butun dunyoni qoplashga boshladi. Bundaq chuqur persendagi tambojni boj qo'shishi elektrlik mashinalarga bir yangi dunyoviy bozorni parchalanish o'ziniki ham ayrimlashishninki boshlanishi.
Asas məzmun olsa, biz 25-ci ilni yaxşı düşünüş üçün biz bu soğuda burunqidek mal silib, mal setib, mal elishla emas, uningda cheklanib qolmay, kim texnologiyani, kim boyliqni kontrol qiladi degan nuqtaga keldik. Shuning uchun shuni nihoyatda ochiq tushunishimiz kerak. Qisqacha 25-ci yili dunyo iqtisodi uchun ham krisisga uchrashdik, ham fursat to'lgan bir yil bo'ldi. Bir tarafdan biz ig'ir qarz va jurabiyalik siyosatininki besimiga duch kelyapmiz. Yana bir tarafdan bo'lsa, biz yangi bir AI to'lqinni ko'rdik. Shuning uchun bu 25-ci yilin ayda bir muhim bir yıl bo'ldi. Nurg'un ishlar beshimizdan yuz berdi. Endi emgak kuchi bozorini bir ko'rib boqaylik. Emgak kuchi bozor bo'lsa, hozir AI'ni so'zildik, oltinni so'zildik, chiplarni so'zildik. Emgak kuchi bozoriga qarasak, asos jihatdan muqimlik. Ammo bir yil yana bo'shib ketdi. Bütün taraqqiy qilgan davlatlarda. Amerikanınki işsizlik nisbati hozir 4,2% o'zininki mo'ljalligida turyapti. Ammo hozir qiyinchilik bizga ishsizlik emas, balki mahorat jihatdagi farq. Sanoatlar, dunyo miqyosidagi sanoatlar hammasi o'ziga zarur bo'layotgani zamonaviy yuqori texniklik, mahoratlik emgak kuchini izlayotdi. Hozir AI taraqqiy qilgandan keyin shunga loyiq emgak kuchi bo'lishi kerak. Shundoq emgak kuchi kam bo'lyapti. Uningga qo'shib yana hozir dunyodagi taraqqiy qilgan davlatlarda Amerika boshlamchiligida hammasi ko'chmanchilik siyosatiga o'zgartish kirgizdi. Burunqidek jiq ko'chmanlar kirishga cheklandi. Shuning uchun emgak kuchi ta'minotininki ozlishi bor. Bu bo'lsa, bu zodi bu sohalardagi mush emgak kuchini jiq ishlatgan sohalarda pul paxallashninki eshishi mumkin. Chunki ko'chmanlar kirib qildigan tuvan maoshli xizmatlarda yerlik odamlarni ishlasa, ularninki maoshini yuqori berish kerak. Shu orqali emgak kuchi jiq ketadigan sohalarda pulning paxallashi mumkin. Bunimi 26-cı yili ko'rsatadigan bir nuqta. Endi 11-ci oxirgi yeplish so'zlarim meningki bir yil nihoyatda bir intayin bir ziddiyatli bir yil bo'ldi. Oldidan birinchidan shu makro bismi biz Amerikaningki GDP'sining 30 trillyonga yetganini ko'rdik. Yana dunyoninki 346 trilyon qarz, tog'da qarzni ko'rdik. Bir tarafdan pulning paxallisi muqimlashgan
muqullaşayotgan bolsunmu, yana o'simi juqur, bu juqur o'simlar bilan pulninki, qarzningki tannarxisi o'sganligidan oltinninki bahosini rekordiga chiqadi, eng juqurga. Bu dunyoninki bu qarzga qarshi sug'urta siyosati rolni o'ynaydi oltin. İkinchidan, stratejiyalik bir musobiq bo'ldi. Musobiq bo'ldi. Savdoninki vaziyati o'zgardi. Bular bo'lsa, Xitoyninki, Jungoninki elektronlik mashinasi butun dunyoni qoplab ketdi. Shuning uchun Amerika 100%, Yevropada 40% tambojni beji qo'yib, buni to'sidi. Strategik oldingi sap kim hozir chipni, litiyumni va nodir tuproqlarni kontrol qilsa, shu iqtisodda va savdoda utadigan bo'ldi. Bularmı bir naytdi muhim noktalar. Üçüncüden AI ziddiyeti. AI ziddiyeti. AI güllendi. Nurgun meblağlar silindi bunun da. Boltmu Amerika'da. Bu bolsa Amerika'nınki dünyadaki emgek güçünü bilen sürkülüştü. Emgek gücü mındaqan çağda işsizlik köpeydi. Bir taraftan mahsulotninki mahsulotlik inqilobi bo'ladi AI orqali. Yana bir tarafdan ishsizliklar sal jiqiyotdi. Bozorninki emgek gücü bozori so'vyotdi astalab. Endi 26-yilga qarasak, savdo manzilisiga, savdo vaziyatiga qarasak, burunqidek coğrafiya mayaqdan ayaqqa mal ilib, mal setish, azan yerda ishlab chiqarib malninki emgak kuchi azan yerda, materialning azan yerda ishlab chiqarib, qimmat yerga olib setish, import eksport qiladigan mundaq oddiy import eksport emas, balki texnologiya, chidamchilik, coğrafiyaviy iqtisod, shu taraflardan ko'zga tutishga majbur bo'ldik. Buning bilan zodi yaqin munosabatlik bo'ldi. Shuning bilan bugungi so'zlaydigan asosli leksiyarim shunchalik bo'ldi. Quloq solib anglag'anlarga rahmat. Savollaringlar bo'lsa, tuvanga yezib qo'yasizlar Ayrim xonimga. Yana bir qitimda ochiqlashtirib beraman. Rahmat sizlarga.